Mercedes'ning eng chiroyli kuzovlaridan bittasi va salonlari ham shunaqa chiroyli bo'lgan W213 shkalat narxga ko'ndirib qo'ydim. Hammamizga nasib qilsin. Mana buni go'zalligini qaranglar. Nima san deydi-yu, xuddi shunaqa joyi. W213, oka. Polностью 603 obvesli taqilgan ekan. Mana buni holatlarini qarang. Shunaqa ham tiniq bo'ladimi, oka? Endi ham bosib yormasangiz bo'lmaydi. 63 ming kilometr yurgan, kraskasi 100% top toza deyaptilar. Bemalol kelib, ko'rib, tekshirib olsangiz bo'ladi. Vixliplarigacha qilingan. 19-yil panorama tomlarigacha bor. Salon holatlari. Burmistr akustikasi. 100% AMG obvesli, AMG rulli, oka? И даже stejli qilib qo'yilgan. Naq ot kuchi ham katta. Popkornlarigacha qilib qo'yilgan. Tonirovka rashinalari ham bor. Motor ходовой korobkalari but-butun deyaptilar. Narxi nech pul deb o'ylaysizlar? $48,800 realniy plyus naqd bo'lsa, Primo egalari u yoq-bu-yog'idan o'tib berishadi. Bosib yuborasizmi deyman, oka? Eng yaqin do'stingizga bu videoni yuborib qo'ying. Oka, hammamizga Mercedes haydash nasib qilsin. Nima dedinglar? Bosib yuborasizmi?